Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Animus kanali. Do'stlar, bugun men sizlarga o'sha o'zimizning Marshall, ya'ni Sehr va mushaklar animesining ikkinchi mavsumining ikkinchi qismi haqida so'zlab beraman. Shuning bilan hozirgacha mavjud bo'lgan mavsumlar tugaydi va albatta ushbu animeni Play Market va App Store'dagi anibla.uz ilovasini yuklab olish orqali mazza qilib o'zbek tilida tomosha qilishingiz mumkin. Demak, ekran qarshisiga yaqinroq o'rnashib oling. Bu avvalgi qismdan ham qiziqroq bo'ladi. Avvalgi qismda aytganimizdek, Marshall makaron yuborgan to'pni qaytaraman deb devorga borib urilganga o'xshadi. Ammo aslida Marshall abjirlik bilan makaronni ortiga o'tib, osmonga chiqib pragib tashlagan edi. Ammo makaron ham abjirlik bilan o'ziga notalardan yostiq hosil qilib, jarohat ham olmagan edi. Ana endi ularning jangi rostmanasiga boshlanish arafasida edi. Makaron Marshallga musht ko'rinishida notalar yubordi. Ammo ular massasiz edi. Ular Marshalldan o'tib ketdi va uning quloqlaridan qon otilib chiqdi. Chunki juda ham katta chastota quloq pardalarini yorib yuborishga qodir. Lekin qo'rqmang. Marshallning quloqlari ham boshqa darajada. Keyin esa makaron yana ham ko'proq kuchini ko'rsatib, Marshall atrofida orkestr hosil qilib, unga baland tovush yubordi. Tovush shu darajada baland ediki, yerlar yorilib ketdi. Lekin Marshall yo'q edi. Kutilmaganda u makaronni yerga tortib oldi. Marshall tovush chiqishidan oldin, yaxshilab eshiting. Tovush chiqishidan oldin yerga kirib, yerni o'yib, makaronni oldiga borgan. Bu degani Marshall tovush tezligidan ham tez harakat qilgan degani. Nima? Ha, mayli, davom etamiz. Shunda u makaronni shunaqangi tepdi, natijada makaron uchib tushdi. Marshall bu bilan cheklanib qolmay, uni ustiga chiqib zarbalar seriyasini yog'dirdi. Ammo makaronga hech narsa qilmadi. Aksincha, u munosib raqib chiqqanidan xursand bo'lib, o'zining asl ko'rinishi, ya'ni qiz bola ko'rinishiga kirdi. U o'zi asli qiz bola ekan. Endi u avvalgidan ham tezlashib, yo'qolib, Marshallni rosa qiynadi. Keyin esa katta qo'ng'iroq hosil qildi. Va agar 1 daqiqa ichida sehrli tayoqchani olib sindirmasang, u chalinadi va o'lib ketasan dedi. Marshall uni ushlamoqchi bo'ldi. U yana qochib ketaverdi. Shunda u hech kim kutmagan ishni qildi. U yerni ko'tarib, makaronga otib yubordi. Va yer tushgunicha uni o'zi yorib o'tib, makaronni ushladi va tayog'ini sindirib yubordi. Makaron esa mag'lubiyatini tan oldi. Marshall kuchiga esa hatto ilohiy vizioner Kaydo Genni ham tan berdi. Endi musobaqa tugaydiganida kutilmaganda hamma yoq qizil tusga kiradi va vaqt to'xtab qoladi. Bu degani la'nati Innocent Zero'lar kelgan edi. U Marshallni ko'rib va nihoyat qalbingni yeb mukammallikka erishaman, o'g'lim Marshall dedi. Vaqt to'xtagan edi, ammo professor hali o'zida edi. Professor Wahlberg biz o'ylagandan ancha kuchli edi. Innocent Zero'ning 4 ta malaylari ham bor edi. Wahlberg Marshallni Innocent Zero'ga hech qachon bermasligini va Marshall albatta bizni olamimizni yaxshi tarafga o'zgartirishligini aytdi. Wahlberg ham Innocent Zero ham o'zlarining sehrli tayoqlarining eng kuchli holatiga olib kelishdi. Innocent Zero qandaydir maxluqlarni chiqardi. Wahlberg esa sehr kuchi ko'p yigitlarning barini sehrdan ozod qildi va ularga o'quvchilarni himoya qilishni buyurib, o'zi esa Innocent Zero'ni olib osmonga chiqib ketdi. Marshall esa avval ham uchrashgan dushmani Cell War'ni oldiga ketdi. War o'ziga baland narsa qurib olgan edi. Marshall esa uni xuddi o'yindagi to'plardek tepib uchirib yana yerga qaytarib tushirib qo'ydi. Dot esa juda ham yomon jodugarga to'g'ri kelgandi. U Dotni yosh bolaga aylantirib qo'ydi. Agar
yosh bola bo'lsa, unda sehr kuchi ham bo'lmaydi. Qarang yomonligini. Dot iloji yo'qligidan to'g'ri Lansning oldiga yugurdi. Lans esa nima bunaqa qilib yuribsan deb vaziyatni boshida tushunmadi, keyin esa tushundi, lekin Lansning o'zi ham yosh bola bo'lib qoldi. Ana endi ular ikkita bo'lishdi. O'sha jodugar ularni oxirigacha ta'qib qildi va yigitlarni endi o'ldiraman deganida Lans Gravioli sehri bilan jodugarni ham atrofidagi maxluqlarni ham ezib yubordi. Gap shundaki, haqiqiy sehrgarning yoshligida ham kattalardek kuchi bo'ladi. Bu xuddi bola boshidan deganga o'xshaydi. Avvaliga Meshel Warning kimligini eslay olmadi, ammo sehrini ko'rganidan keyin esiga tushdi. U Meshelga nayzalarni yog'dirdi, ammo Meshel ularni ustidan yugurib kelib, uning yuziga yaxshigina o'ngdan musht tushirdi. Shundan so'ng War yaxshigina asabiylashdi. Tarixda Adam Jobs ismli buyuk sehrgar bo'lgan. Aynan u sehr to'g'risidagi qonunlarni tuzgan edi. Adam Jobsning 3 ta eng yaxshi shogirdlari bor edi. Bular Wahlberg, Innocent Zero va yana bir kishi. Innocent Zero odamgarchilikni chekka surgan holda taqiqlangan sehrni ishlatdi va ustozining murdasini chaqirdi. Wahlberg hayratda qoldi. Axir qanday qilib ustoziga qarshi jang qiladi? Jobsning tanasini esa yana bir yaramas Necron Mans ismli jodugar boshqarar edi. U professorga Adam Jobsning kuchli sehrlarini ishlatdi. Ammo professor uchun ustozidan ham, u ustozi bilan orzu qilgan hayot muhim edi. Shunda professor o'zining kuchini ko'rsatib, dastlab Necronni yarmini yo'q qilib yubordi. Keyin esa o'zini ham narigi dunyoga ravona qildi. War esa Meshelga Innocent Zero o'ziga 6 ta bola tayinlaganini va so'ngida ularni hammasini kuchini so'rib, o'zi mukammallikka erishish maqsadida ekanligini aytdi. Meshel esa javob tariqasida yana bir musht tushirdi. Shunda War o'zining bor kuchini ishlatib, sehrli tayoqchasining yangi ko'rinishini, lezviyalar ko'rinishini hosil qilib, Meshelga hujum qildi. Meshelga bu juda ham qiyinchilik tug'dirayotgan edi. Shunda Meshel o'ylanib ulardan qochishga qaror qildi va butun maktabni aylanib, Warni ortidan kelib, o'lsak birga o'lamiz dedi. War tanasini hech qanday zarba o'tmaydigan qilib zirqlab oldi. Ammo Meshel esa uni bo'g'ib oldi. Shu darajada qattiq bo'g'diki, War o'zini yo'qotib, yerga yiqildi. Barakalla Meshel. Shuningdek, bu vaqtda Kayse va Rayo Grantlar ham yordamga kelishayotgan edi. Kayse jang hududiga o'tganida Innocent sehri tufayli vaqt bilan birga to'xtab qoldi. Demak, bu yerda hozircha faqatgina sehr kuchi ko'p bo'lgan sehrgarlargina yura oladi. Rayo yetib borganida yigitlar allaqachon mahluqlarni yer tishlatib, hatto Meshel choy damlab ichishga ham ulgurgan edi. Endi esa maqsad tezroq professorni topish edi. Shunda uni topishga Meshel yo'l oldi. Orter Madl esa Wardan bilganlarini so'ramoqchi bo'lganida, unga sehr o'tmadi va u yo'qolib qoldi. Bu degani, sehrni u ishlatmadi. Demak, yaqin o'rtada yana kimdir bor. Qolganlar endi o'sha noma'lum sehrgarni topish uchun yo'l olishdi. Professor Wahlbergning kuchi ustozinikidan ancha o'tgan edi. Ammo Innocent juda ham o'tib ketgandi. U professorning har bir harakatini o'zining vaqt sehri yordamida qaytaraverdi va hatto professorning qo'lini yo'q qilib ham yubordi. Shunda Wahlberg o'zining juda ham kam sonli odamlarga ma'lum bo'lgan sehrini ishlatdi. Ya'ni bu sehrda hamma yoq bo'shliq va Wahlberg juda ham katta kuchga ega bo'lardi. U hattoki Innocentni ham qo'rqitib yubordi. Shunda atrof nurga to'lib ketdi. Professor charchadi, ammo yaramasga baribir hech narsa ta'sir qilmagandi. Yetmaganiga professorning kuchi ham qolmagandi. U endi aniq o'limga mahkum edi. U nahotki biz ustozim bilan orzu qilgan hayot bo'lmaydi deb siqilib turganida, kutilmaganda yordamga Mesh Van Det yetib keldi. Barakalla. Ammo u qanday qilib havoda turibdi? Dahshat. U professorni Innocentni sehridan bir necha marta qutqardi. Innocentning yana bir xavfli tarafi
bu sehr kuchlarini o'zlashtirib olish edi. U endi professor Wolbergni kuchini ham o'rganib olgandi. Mesh unga o'zining zarbalarini berib ko'rdi, ammo umuman ta'sir qilmadi. Kutilmaganda uning tanasi to'plangan kuchlarga dosh bera olmay qoldi. Chunki professorning kuchi ancha ko'p edi. Shunda u bu hali hammasi emas, yana qaytib kelaman deb ortiga qaytib ketadigan bo'lib qoldi. Va shunda ham tinch ketmadi. U o'zining mahluqlarini, o'liklarini to'plab bir juda ham katta mahluq chiqardi, xuddi titanlarga o'xshagan. O'zi esa ketayotib, hech bo'lmaganda shuni yengish deb ketdi. Professorning kuchi qolmay yerga yiqilib tushdi. Uni esa Rayo vaqtida ushlab qoldi. Mashal esa to'g'ri yordamga maktabga qarab yugurdi. Yigitlar esa qo'lidan kelgancha maktabni himoya qilishardi, ammo ularning kuchi mahluqqa umuman zarracha ham zarar yetkaza olmadi. O'quvchilar esa hammasi tamom, endi biz o'lib ketamiz der edi, chunki mahluq juda ham yaqinlashib qolgandi. Mahluq endi bir musht bermoqchi edi, kutilmaganda u to'xtab qoldi. Uni ortidan Mashal o'zidan katta zanjirlari bilan tortayotgan edi. O'quvchilar esa nega sehri yo'q, bizni himoya qilyapti der edi. Lekin hozir bu muhim emas. Axir u o'z hayotini xavf ostiga qo'yib ularni himoya qilyapti-ku. Shunda hamma Mashalga omad tiladi va Mashal Finnning ovozini eshitganidan so'ng kuch paydo bo'lib, maktabdan ham katta bo'lgan mahluqni uchirib, uloqtirib yubordi. U yana maktabni asrab qoldi. Barakalla Mash. Professor o'ziga kelib, buni eshitib juda ham xursand bo'ldi. Porter Madel va Rayo Grantlar o'sha berkinib olgan jodugarni topishdi. Asta sekinlik bilan ilohiy vizionerlar ham Mashni tan ola boshlashdi. Yigitlar g'alaba munosabati bilan plyajga dam olishga borishdi. Professor ham shu yerda edi. Innocent ketdi, lekin bu hali tugadi degani emas. U yana qaytib keladi. Hozirda uning 5 ta o'g'li bor ekan. Hammasining kuchi kamida professorning kuchiga teng. Lekin biz ishonamizki, Mashal albatta ularni ham yengadi. Chunki u albatta ilohiy vizionerga aylanishga do'stlari bilan ahd qildi. Yaqinda Mashning imtihonlari bo'lar edi, ammo u o'qishda hech narsani bilmasdi. Shunda unga o'zining do'stlari yordam berishdi. Mashal yana bir qiyinchilik, ya'ni ta'lim, o'qishni ham yengib o'tdi. Ammo kutilmaganda Mashalni ilohiy vizioner bo'lishga norozilik bildiradiganlar paydo bo'ldi. Ular sehri yo'q, u yerda nima qiladi deyishardi. Bularni hammasini boshlagan bir turq sovuq tosh olib Lemonning peshonasiga otadi. Ammo Lemon Mashalni sehri bo'lmasa ham undan yaxshi odam yo'qligini, uni hech qanday aybi yo'qligini ta'kidladi. Shunda Dot advokat ko'rinishida chiqib, "Men sizlarga Mash nomidan gapiraman. Shu yerda to'plangan hammangga mana" deb o'rta qo'lini ko'rsatdi. Ahmoqlar. Ular tosh olib yana tosh otishganda Mash hammasini qaytardi va ularga "Men albatta oddiy odamlar tinch yashaydigan davlat quraman" dedi. Shunda eng ahmog'i Mashni o'zining zirhli qafasiga qamab qo'ymoqchi edi. Mash uni o'zini shunga qamab qo'ydi. Shunda professor chiqib, Mashni shaxsan o'zi tanlaganini, Mash endi o'ylagan hamma narsasiga erishishi mumkinligini, chunki uning oldida har doim unga yordam berishga tayyor bo'lgan do'stlari juda ham ko'pligini aytdi. Shunda Mashal menga qarshi chiqqan har qanday sehrgarni shu mushlarim bilan bor sehrini sug'urib olaman dedi. Do'stlar, e'tiboringiz uchun katta rahmat. Agar anime sizlarga manzur kelgan bo'lsa, albatta fikrlaringizni kommentariy bo'limida yozib qoldiring. Va shuningdek, agar kelgusi videolarni o'tkazib yuborishni xohlamasangiz, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Va albatta, kanalda bo'layotgan so'rovnomada, ya'ni qaysi anime sharhini ko'rishni xohlamoqchisiz degan so'rovnomada ishtirok eting. Shundagina men sizlarga yoqadigan anime qaysi ekanligini tanlab va sizlar uchun ajoyib sharh qila olish imkoniyatim bo'ladi. Yana shu narsani yodimizdan chiqarmaylik. Bu dunyoda hech narsa mehribon Allohning izmisiz bo'lmaydi. Anime bu shunchaki to'qima xolos. Animeni hayotingiz bilan bog'lamang. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.